Oyi, aytgan qizingiz kelmasa men ketib yuboraman. 1 soatdan beri kutyapman. Keldi. Uyalmaysan 1 soatdan beri kuttirganim meni? Voy, o'zi anaqa. Ey, anaqalaming uyatsiz, tavba qildim. Voy, bashar, voy, o'z, voy. Dahkaga, ha? O, menga qarang. Qonim oshda ovqatlanishga boringlar. Bo'pti, yuring shu yerda gaplashamiz. Basligingizni qarang, uyatsiz. Voy, men nima dedim? O'zimga o'zim to'lardim erkin, shunaqa bo'lmaydi lekin. O, sizni miyezni ismlarni teskari ulab qo'yishganmi? Menga qara, u xunu. Voy, rostdan, rahmat. Menga hech kim bunaqa demanga ashpaytgacha rahmat. Teskari jinni. Voy, u bilan yashash maza-yu, so'kib yashayveraman. Voy! Menga qara, u to'miyi. Levi. Qara, to'ydan keyin boru 12-1gacha sasib uxlashing kerak. Idishonni yumasdan, uylarni tozalamasdan, qarochi beshxona qilib tashlashing kerak. Men o'zi shunaqa ishlayman, onam. Voy ketganlar. Voy. Ish qilib teskari gapirayotgan bo'lsin-da. Menga qarang, eringiz qanaqa bo'lish kerak? Erim xotinni puliga yashaydigan bo'lish kerak. Uyda yotishi kerak. Jahli chiqqanda alamini mendan olib, meni urishi ham kerak, ha? Ya bu jinni, oyi topgan qizingiz sog' emas. Men hozir atkas qilib yuboraman, xafa bo'lmang. 3-4 sen keyin qo'yib yuboraman. Yutdingiz. Levi. Qanaqa tushuntiraman? Qarang, siz chiroyli qiz ekansiz. Menga yoqdingiz, keyingi oy to'y. Roziman. Voy, 1 tiyinga qimmat, imini shu joyini to'g'ri tushunib qo'yganingni qara. Qilib qo'ydimmi? Ha? Bab uylanasiz. Eshiting. Chiroyli qiz ekansiz. Menga yoqdingiz, keyingi oy to'y. Uylanaman, san ham meni eshit. Jahli chiqqanda alamini mendan olib, meni urishi ham kerak. Uzr. Yaqaki. Uti. Yomon jonga tegdi shular. Yigit, cho'tim. Qallasan. Aziza degan, hatcham shotda his qilay qiz bolaligimmi? Xolasang Nozanin deb chaqir. Ko'p gapirma. Ketdi. Hop. No, utito. Seni mashina olib bering deydi. Bitimga olib beramanmi? Qiz bola rulga o'tirish kerak emas, uyda o'tirish kerak. Da. Bombiga yotib kelaylik. Da ketdi menda. Davay. Davay. Sekinroq hayda. Jonim. Tomoq qurib ketdi-yu, bu narsa ichiylu. Murod akani magazinga kirib ichishga bu narsa olib chiq. Aziga desang bilalli. O'z oldiga chiqaylik. Davay. Qalaring, yangi suv chiqibdi, jus. 7 xil vkusi bor ekan. Onalarini yemsin, namuncha qichu. Men buni reklamasini ko'rdim. Juz kayfiyat 100. Bor yana kitob chiq. Aziz baq kelgan. Qarochi qizim bilan urushib qoldim-da, hozir video jo'natamiz. Jonim sog'inib ketdim, asalimni berasan. O'zdagi jonim sog'inib ketdim-u. Fu. Sendan Ibo yaxshi o'xshatadi-yu. Qoch keybo. Qo'lingni o'zi tushsin. Ostiga jonim sog'inib ketdim. Yaxshimi? Voy. Aziz, kelin bo'lsang, qanaqa kelin bo'lishingni tasavvur qilib ko'rganmisan? Ertalab turib ko'cha supuraman. Qaynatamga choy tayyorlayman. Erimni 200 dan o'pib uyg'otaman. Mana shu gaplarni sen gapiryapsanmi? O'zim ham shu. Yeah. Toshkentlik ustalar $35,000 BYD chempioni $350,000 Lamborghini Urus'ga aylantirishdi. Gap shundaki, bloger Beck Lyons o'zining avtomobili ko'rinishidan zerikkani uchun BYD mashinasini butunlay sangida yagona ko'rinishga keltirmoqchi bo'lib, jami $18,000 budjet bilan professional ustalar tomonidan 20 kun mehnat qilinib, mashinaning tashqi ko'rinishi va salonlarini butunlay Lamborghini Urus mashinasiga o'zgartirishdi. Men o'zim bilmadim-da mashinam bitganini. Qachon bitibdi? Qanaqa bo'libdi rangi? Buni bilmayman-ku o'zim, ha? Voqma qilib tashashligini qaranglar. Hali bitmadi. Bitsa o'zimni profilimda e'lon beraman. Ha. Voy, 1,5 yil degandek. Aka, tezroq haydang, iltimos. Ha, ota-onani sog'indingizmi? Xotinimmi? Ota-onammi ham. Kirib mashinangiz kelyapti, choy qo'ying tez. Men nima qiling? Ha, bugun o'g'lim keladigan o'shanga harakat. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Men nima qiling? Kechasan nima qilsa? Ha, nima qiling? Bilganingni qil. 1,5 yil seni qanaqa sog'inganimni bilasanmi, jonim? Voy, men jonim.
Onam, jonim, onam. Rahmat. Hozir. Asalim, o'zimni gulg'uncham. Bitta bag'rimga bos. Otam, bag'rimga bosing. Rahmat. Kimlaringni alishtirdik? Hop. Ko'zimni yumaman, o'zing bag'rimga kel. Akajon yuring. Qoch. Yuring. Nima? Ko'rishga yuring. Nimalar keldingiz aka? Voy balam, mizlab ketgandir, sana sovuqjani ishlab. O'g'lingiz mizlab ketdi, ona. Kimdir uni isitish kerak. Olmamni yemaydi. Yarasi sog'inding sen ham sog'indingmi? Shunaqa sog'inganman, ada, shunaqa sog'indim. Yomon sog'inib ketibdi bu. Aka, ketmaysizmi? Oy, mashina nimaga tuqqansiz? Mani ko'rmaydi. Men kirib damasam bo'ladimi? Mayli, bora qoling. Boring, dariza oling. Ay, kelin. Rasm bu. Men ham kirib uxlay qolay, a? Boraqa, uxlay qolsam. Mana qara. Ishlab yig'ib kelgan pulingni inamar qilmoqchi eding. Qayerda olmoqchisan? Shuni bugun gaplashishimiz shartmi? Обязательно. Hop, qarang, avtoe'lon ilovasida endi rasmiy dilerlardigan bo'lim ochilgan. O'sha yerga kiraman-da, avtosalonlardagi luboy mashinani, luboy avtosalondan uydan chiqmasdan turib sotib olaman. Faqat ertaga adajon, iltimos uxlasam maylimi hozir? Обязательно. Rahmat. Hali uxlamadi. Menga qara, xotining meni yomon ko'rishini bilasanmi? Nima unaqa deb o'ylayapsiz? Voy, idishlarni yig'ishtiring, yuvib qo'yingsan, uylarni supurib tozalab qo'yingsan, eshitmaganga olalladi, o'tib ketadilar. Ya, meni aralashtirma, ya. Oyizlar meni yomon ko'radilar, bilasizmi? Nima unaqa deb o'ylayapsiz? Idishlarni yuvib yig'ishtirib qo'ying, uylarni tozalab supurib qo'ying deydilar. Xo'p bo'ladi, oyijon deb qilsam ham baribir ayb topaveradilar. Ya, meni aralashtirmalar. Misol uchun boya oshxonada kelin, menga ko'nglingizni oching. Men sizni kelin emas, qizim deganman. Menga sizdagi zahar qaynanani keragi yo'q. Misol uchun boya oshxonada oyijon, menga ko'nglingizni oching. Men sizni qaynanam emas, onam deganman. Menga sizdagi zahar kelinni keragi yo'q. Menga qara o'san. Sen ne meni bechora kelinimga baqiryapsan? Ya boya o'zingiz Nega oyijonga baqiryapsiz? Ya o'zingiz. Bilasizmi, men bu qaynanam tilab olganman, boshqa baqirmayman qaynanamga. O'zingiz yomonsiz. Bu qaynanamga. Meni shirinib yaxshiyam borsiz kelin. Siz bo'lmasangiz men urmam o'ldirib qo'yadi. Basharingiz qursin. Ya men tegmayman, mashq hayot yo'qotgan bo'lsa. Yo nima xohlayapsizlar o'zingizlar? Nima? Voy, tushunib ham bo'lmaydi o'zi bilan nima xohlayotganini. Ada? Ya, meni aralashtirmalaring. Vannadagi turbadan suv oqib yotibdi. Kelgunimcha xachab-shan to'g'rilab qo'ying, iltimos. Bir kun dam olaman, shuni ham ko'ra olmaydi bu. Santexnik nomerini qayerdan olaman endi? Santexnik chaqirmaydilar. Dunyoda shunaqa santexniklar bormi? Ayol kishiga 28 ta hunar havosi. Keling. Yo'q, keling. Faqat ishlash kerak. Qomon, tualet, vanna. Men kinolarda ko'rganman. Hozir siz menga kulutcha olib berib yuboring deysiz. Keyin men kulutcha olib sizga endi uzataman deganimda. Xotiningiz kelib qoladilar. Xotinim? Xotinim kelib qoladi, voy. Meni xotinim o'rtoqsan. Voy, turisiz, nima qilib o'tiribsiz? Nima qiling? Nimadir qilamiz, yuring, ko'rib qolsangiz so'yadi ikkalamizni. Sal nimadir o'xshamayapti-da, mana mashina kiying.
Ostaga. Hormaylar. Qalaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum. Birat qo'llar yomon yumshoq ekan aka. Ha, nima kelding? Nima bo'ldi? Ana bitta gashat qo'ring aka. Onasini yemsin, bitta shunga narigi domdan kelasan, ha? Rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Chiqing Sir, sir. qilamiz, to'yga o'ting. Bo'pti. Короче, под краны bilan rezba ketgan, alishtirish kerak. Qarang, shuni o'zini bu narsa qilib yuborsa bo'lmaydimi? Ha, tamallimiz ключimni qatga qo'ydim. Ключ orqangizda ekan-u. Men o'zim buni sizga sekin. Adasi. Hozir buni qiz bola desam ishonmaysan-a? Yaxshi keldingizmi? Ishxonamdagi Jalil xotini bilan ajrashayotgan ekan. Nimaga nima bo'pti? Aynib turib tutmoqdimi? Yurib beraman. Xotini 12 gacha uxlar ekan. Zaptirik tayinlamasa ekan. Voy sharmanda. Tushundingmi? Kim bilan gaplashyapti? Tom ketdimikin ha? Kim bilan gaplashyapti bu? Ada tinchlikmi? Akangni xotini o'tgandan keyin Tomi ketib qopti. Ada o't ketishim yo'q-ku. Nima deyapsan, turibdi? Ada meni qo'rqitmay o't ketishim yo'q ada. Shunaqa debdimi, plas bash. Adasi, siz kim bilan gaplashyapti? Voy bechara, erga bermaganimizga Tomi ketibdi. Uy 3 sotuv, bo'ladigani 150 ming. Baraka aka. Faqat bitta nosi bor. Bu uyda 10 yildan beri hech kim yashamaydi. Assalomu alaykum. Evos restoraniga xush kelibsiz. Oyi, kassaligi qiz, xudo xolasa sizga aniq yoqadi. Tarbiyali, farosatli bo'lsa ertaga sovchilikka boraman. Hozir bitta ko'rib chiqay. Bu xo'roy kassaga qarab turing. Voy, buni qanaqa qilib ishlatadi? Keling xola. Va alaykum assalom. Hozir bizda aksiya ketyapti. Lavash time combo. Ichida 03 Pepsi. Atiga 35 mingga. Yisma. Men hozir kelaman. Qalay ona? He, topda qizni qursin xapmi? Mendan 2 yoshgina kichkina-ku, qaramasdan. Qursin sani. Oyi, voqma qilma. Ya, oyim voqma qiladi o'zi. Men hozir o'zim kirib ish chiqaman. Qoch. Sadoqat, 1 minut qarab turing, iltimos. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Tinchlikmi? Ha, homilador edim. Yaqinda tug'aman o'shancha. Yo'q. Ha, bunisi qiz kutmoqmiz. Birinchisi o'g'il. Ah, nima yeysiz, nima zakaz qilasiz? Men hozir kelaman. Qalay ada? Ey, iplos! O'g'ling ishga ketdim deb ish qilib yurganini bilasanmi? Ha? Yo, nima qilib ekan? Yurant aytaman. Osh bo'lsa, yana kelib turing. Voy, tillaringizga shakar. O'zim kelin qilaman shekilli sizni. Rahmat. Allo? Jonim, oyimga nima deding? Yaxshi kuzatvordim. O'zim kelin qilaman dedilar. Bashariy qursin, uyatsiz. Unaqaga o'xshamayapti-yu. Aka, iPhone har yili yangi chiqarganda birinchi bo'lib siz olardingiz-a? Da. Bu yil ololmabdi deyishyapti. Ya, odamlar gapiraveradi, ukam bizni bir chetda ishimizdan qilaveramiz-da. Ostiki qaysi nomerdasiz? Telefon qilib tusha olmayapman u. Ha, menimcha sen 16 ga telefon qilgansan-a? Da. Qara, yangi nomerimni yozib olgin, boshi xuddi o'sha oxiri 17 deb prosta. Xonsaroyda 100 ga qancha ketdi aka? 17 ta usti, 17 kun ishlashdi, 17 mingni olib ketishdi, ukam. Bo'sh bo'lsang, yur 17-kvartalga o'tib kelamiz. Aka, sizga Messi yoqadimi, Ronaldomi? Messi nechinchi nomerda o'ynardi? 10da, Ronaldochi? 7da. Ukam, unda menga bugundan ikkalasi ham yoqaverar ekan. Allo. Ukam, sen nimadan kayf qilasan? Shu futbolkam bilan krossovkam rangi bir xil bo'lsa kayf qilaman aka. Yoshliging shotdan bilinadi, ukam. Oy, kech qolamiz, tez
kech qolyapsiz. Buning chalib Qachon bitta xuddi qo'lini qo'lga bosmoqsan. Dazmollovchi rumiding? Ibosa. Ibo qaradingmi? Sezyapsizmi? Kuygan ketib ketdi shotgacha ham. Menimcha uyimiz yonyapti. Dazmolni o'chirmabsan, qara. Assalomu alaykum. Kelinglar. Yoshlikdan qizlarni bitta do'rerdim isho. O'qituvchimni o'rab qo'yganman. Hands on my knees, shaking ass on my thigh shit. Post me a pic, finna make me a. Wow. Bunga o'zim qarayman. Assalomu alaykum. Non kabobni qanaqasidan qilib bering? Menga To'xtang, o'zim topaman. Menimcha sizga mol go'shilik yoqadi. yo'q, adashdingiz. Qo'y go'shilik menga. Mayli, kiravering. Ismingizni bilsam maylimi? To'xtang, o'zim topaman. Menimcha Shabba Nammi. Yo'q, adashdingiz. Sadoqat. Yoqimli ishtaha unda. Yoshingizni bilsam maylimi? To'xtang, o'zim topaman. Menimcha 18+. Adashdingiz. 23. Shoferingiz dinon ko'p yana kelib turing. Aytgancha yerga tegganmisiz? To'xtang, o'zim topaman. Menimcha yo'q. Adashdingiz. Tegganman, orqangizga qarang. Tinchlikmi? Aka, qatim gurmoqchisiz? Bunisini ham o'zing top endi. Yomma adashim mana.